Mana ahvol. Bu o'zi yetmagandek, yonidagisi ham shu kasalni yuqtirib yuboribdi. Hozir men sizlarga videoni oxirigacha tomosha qilsalaringizga bu kasallikni to'g'ri davolash yo'lini ko'rsataman va videoni chora-dor tanishlaringizga jo'natib qo'yib, like bosish esdan chiqmasin. Bunga birinchi bo'lib panflavin dorisi venadan jo'natilinadi. Analgin muskulga. Folifoz bu ham muskulga. Amoxicillin antibiotik bu ham muskuliga. Enrofloxacin 10%lik ensin teri ostiga. Va albatta immunitetni ushlash uchun dastin preparati muskulga jo'natiladi. Va shu tartibda 3 kundan 5 kungacha hayvonlar inyeksiya qilinadi. Oyog'iga обязательно tagi quruq saqlanib, solyarka yoki mis kuparosni eritmasdan sepib turiladi 2 mahal oyog'iga yuqmasligi uchun. Boshqasi bekor. Og'zini, yaralarni, shilimshiqlarni marilda tozalab turgan holda обязательно maxi spreydan ishlatamiz. Jonivor tish buzmagan ekan hali. Bu kasallikka faqat aynan shu dorilar emas, balki mana bu yerda turgan barcha dorilardan ishlatsa bo'ladi. Uni qay tartibda ishlatish kerak? Roma B2'dagi YouTube kanaliga o'tib bemalol to'lig'ini tomosha qilsalaringiz bo'ladi. Har bitta doriga alohida xarakteristika berib o'tganman. Bu video aynan bitta dorini reklamasi uchun emas, shu kasallikni tuzatishga yo'naltirilgan hisoblanadi. Negativingni o'zing bilan olib qo'ygin, tushundingmi?